biz bu zaman qizim bilan bir narsa o'ynaymiz, ha qizim? Mana bu plastirin. Mana shu plastringa, plastirin bizning uyimiz bo'ladigan bo'lsa, biz oilamiz bo'ladigan bo'lsa, shunga oilamiz a'zolarini joylashtirib chiqasan, hadimi? Uyingizda necha kishi bor? 6 kishi. 6 kishi bor, xo'p. Bu sen, akang. Joylashtirchi? Bu men, bitta bu akam. Va akang. Mayli, joylashtir, shunday turaversin, ha? Buchki? Bu mamam. Hop, momasi. Buchi? Buvam. Shu uyda biz ham yashaymizmi o'zi? Buchi? Bu siz. Bu menmi? Sen oldingda men, ha? Bu dadam. 6 kishi bo'ldi. To'g'rimi? 6 kishi bo'ldi. Yaqin qilib ko'rinaman menimcha. 6 kishi bo'ldi. Endi sen bir yomon ish qilsang, bizni nomimizga isnat keltiradigan bir gap qilsang ko'chada, biron bir og'ir ish qilsang nima bo'ladi? Shunda seni or nomusingga yoqqan bo'lasan-da, yoqasan. Sen qani? Sen o'rtadasan, to'g'rimi? Qara. Sen bitta yomon ish uchun hamma yonyapti. Ko'ryapsanmi? Hamma yonyapti. Bitta seni shu yomon onang uchun hammani yoqyapsan. Qizim, qara. Endi bu yondi. Hammani yoqdik. Bitta seni o'zingizga ham berdimi? Birinchi kimga ham berdi? Akamga. Keyinchi? Sizga. Keyin dadang, momang bo'ldi. Hammanikini yoqdik. Seni ko'chada bitta yomon gap olib kelishing, bitta yomon xarakterga ega bo'lishing, bitta shu ko'chaga chiqyapsan, sen hammani o'rnamaysan. Shuncha odamni o'rnamaysan, ko'chaga olib chiqyapsan, tushundingmi? Bitta yomon gaping bilan hammani yoqding. Shuning uchun odamlar seni mayliga kibrli desin. Odam mensimaydi desin. Sen hech kimga tishingni oqini ham ko'rsatmaysan. Gapirmaysan, masalan.